Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institut talabalari bilan savol-javob viktorinamizni final bosqichiga keldik. 3 ta finalistimiz. Birinchi savol. Agar siz har kuni 3 kilometr yugursangiz, bir oyda qancha masofaga yugurasiz? 90 kilometr. Qaysi hayvon sakrab yurishi bilan ajralib turadi? Kenguru. O'zbekistonda eng zich aholi yashaydigan joy. Farg'ona. Namangan. Toshkent. Samarqand. Toshkent. Chet eldan mamlakat ichiga sotish uchun tovarlar olib kirish nima deyiladi? Import. Import. Bir asrda necha yil bor? 100 yil. Qaysi ijtimoiy tarmoq Xitoyda Douyin nomi bilan ataladi? Instagram. Yo'q. TikTok. To'g'ri. 5 ta savolga to'g'ri javob berdingiz. Birinchi o'rinda aniqladik. O'zbekistonda 1-sentyabr qanday kun? Mustaqillik. 1-1. Qaysi kasallik onkologik kasallik hisoblanadi? Insult. To'g'ri. O'sma. Amerika qit'asida joylashgan B harfidan boshlanadigan davlat nomi? Braziliya. Braziliya, to'g'ri. Qanday element suyaklar va tishlarni kuchli qiladi? Kalsiy. Kalsiy. Davlatimiz konstitutsiyasi qaysi kunda qabul qilingan? 8 dekabr. Eng katta hayvon qaysi? Fil. Begemot. Kit. Ko'k kit. To'ppa-to'g'ri. Zilzila natijasida paydo bo'ladigan baland dengiz to'lqinining boshqa nomi nima? Tsunami. Tsunami, to'g'ri. Oxirgi savol. Xorazmshohlar davlati qaysi qo'mondon boshchiligida yoki qaysi imperiya tomonidan bosib olingan? Chingizxon. Chingizxon. To'g'ri. 5-4. Ikkinchi o'rinda siz bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Tabriklayman. Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti prorektori Hoshimov Fahrorjon tomonidan demak sovg'asi topshiriladi. Bundan ham yaxshi muvaffaqiyatlarga erishinglar. Qo'shimcha sog' bo'ling.